Sizlar bilan bugun hamkorlik nima va qanday qilinadi? Shuni tushuntirib o'tib ketaman. Qani go. Hello. Okay, let's go. Bugun sizlar bilan har doimda yana Crazy PUBG bo'ldi. Bugun sizlar bilan hamkorlik haqida gaplashib o'tamiz. Buildrop bilan qanday hamkorlik qilinadi va qanday hamkorlik qilib va nima bo'lishi mumkin hamkorlik. Qani go. Birinchi ochatda Buildrop kiramiz. Senga bosamiz birinchisiga. Bosganimizdan so'ng Buildrop saytga olib kiradi. Keyin bu yerdan biz mana bu menu degan joy bor pastga. Menu bosib, mana yordam degan so'z bor. Yordamni bosasizlar, shaxsiy kabinet pastlog'i tepasiga. Yordam bosasiz. Keyin o'zi olib kiradi. Operatorlar bo'ladi, shu bilan gaplashishlar. Mana bu start dialog degan joy bosasizlar. Keyin mana bu har xil joylar kelib chiqadi. Men PUBG Mobile deb bosaman. Keyin o'zi avtomatik yozib boshlaydi. Keyin pastga yozasizlar. Xuddi mana bunday yozasizlar. Agar ruscha bo'lsa, ruscha. Mana. Xo'sh. Bunday yozasizlar. Bir sekin topib yana. Xo'p. Mana ket topib oldim. Mana keyin Vizvat operator degan joyga bosasizlar pastdagi. Bosganingizdan so'ng operator uni yozishni boshlaydi. Biz yordam bera olamiz deb bot aytadi. Monangiz bor deyapti. Keyin xuddi mana bunday yozasizlar ruscha. Я хочу стать sponsorom deb yozasizlar. Jo'natasizlar. Jo'natganlardan keyin mana hozir yozibdi. Hozir mana yozibdi. Печатать сообщение. Mana yozdi. Мы все открыты, o'zlaringiz o'qiraveringlar mana aka. Uzatib turaman. Bemalol o'qiraverishni yozib chiqadi. Keyin birinchi Telegram kiring deyapti. Telegram kiramiz mana. Kopirovat qilamiz mana so'zini. Kopirovat. Start bosamiz. Start bosgandan keyin ikkita yozuvchi Augustit Nechestvor bosasizlar. Demak, yozilishib keladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi savollar chiqib keladi. Sizlar javob yozishlaringiz. YouTube yozasizlar. Keyin YouTube yozganlardan keyin ana kelib chiqadi. Mana hech narsa so'psheniya kelmay bir necha kundan keyin keladi. Bizlar homiylikka sizga olmaydigan yozuvchilar agar olsa sizni bir ko'rib chiqadi, videolar qo'yasiz, 15 ta Buildrop video qo'yishingiz kerak. Shunga o'xshash narsalar qilasiz. Keyin siz homiylikka olay degandan keyin omadliroq qiladi yoki Buildrop reklama qilayotganingiz uchun Buildrop beradi. Shunga o'xshash narsalar qiladi. Homiylik shundan iborat. Ikkinchi qismi chiqish uchun albatta like, podpiska bosishlaringizni iltimos qilib qolaman. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Xayr, sog' bo'ling.